Assalomu alaykum Ruslan aka. Sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Sportasiz profilini obunachilariga, o'zingiz muxlislaringizga bemalol tilaklaringiz. Avvalambor assalomu alaykum sizga ham. Xursandman chaqirganingizga. Hozirda terma jamoa bilan o'quv yurgan mashg'ulotlari bo'lishiga qaramasdan sizlarga umuman olganda sportga qiziqar, sport sevar odamlarni juda ham yaxshi ko'raman, chunki sport bu hayot deb bekorga aytilmagan. Sportda barchamiz sog'lom bo'lamiz, barchamiz aktiv bo'lamiz, eng asosiysi. Shuning uchun o'ylaymanki, bu kanal a'zolari, bu kanalda ko'radigan odamlar aynan sport sevar odamlar va sizlar to'g'ri yo'ldasizlar desam bo'ladi. Rahmat. O'zi har bitta intervyuni olishdan oldin niyat qilaman manfaatli bo'lsin. Nimagaki o'sha sizga havas qiladigan insonlar ko'pda jamiyatimizda baribir. Chunki o'z ishini ustasi, sport orqali vatanni dunyoga tanitayotgan shaxssiz. Mana shu sohada endi harakat qilib, o'zi og'ir atletikani tanlasammikan yoki yo'qmi deb ikkilanib o'tirgan insonlarga namuna sifatida sizni ko'rsatsak, o'sha siz bosib o'tgan yo'llar qanchalik, chunki qiyinchilik bor. Bu yutuqlaringiz orqasida o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor. Yetarlicha qiyinchiliklar bor desak bo'ladi. Bugungi suhbatimiz davomida mana shu qiyinchiliklar, Ruslan Nuriddinov o'z-o'zidan Ruslan Nuriddinov bo'lib qolmaganligi haqida gaplashamiz. Ruslan aka o'zi har bitta insonni sportga kirib kelishiga qanday bir turtki bo'ladi, sabab bo'ladi. Da to'g'ri ko'p intervyularda buni aytib o'tgansiz. Lekin qisqagina qilib o'sha qaymog'ini aytib bering. Men ko'p hazillashib qo'yaman. Ilojim qolmagan deb. Chunki taxminan bir 5-6 yashar edim, aniq eslolmayman. Endi bilasizlar 90-yillar qiyinchilik hammada ham. Adam ham ishlaydi, oyim ham ishlaydi paytlar. Akalarim kim maktabda, kim kollejda mendan ancha kattalarda. Akalarim bittasi 5 yosh katta, bittasi 7 yosh katta. Men hali juda kichkina bola edim. Va ikkalasi ham og'ir atletikaga borardi, qatnashardi o'sha paytlari. Endi u men yoshimdagi bolalar hammasi bilsa kerak, gapimni tasdiqlasa kerak, ko'chada aydilarimiz-da biz o'zi asli. O'sha ko'chada aydimasin deb onam akalarimga aytardi, trenirovkaga ketganingizda nima Ruslanni olib ketlaring derdi. Meni ham olib ketishardi. Men shu kechroq obeddan keyin bo'lardi, soat 3-4larda bo'lardi trenirovkalari. Meni ham o'zlari bilan olib ketishardi. Boshida yoqmasdi, lekin keyinchalik bitta epizod konkretno kallamda qolib ketganda, shu matchalar bo'lardi, pomoslarning oldida. Shu yerda o'tirardim, 5-6 yashar Ruslan akasiga qarab, shu payt katta akam endi kattaroq ancha. Taxminan chamamda bir 90 kilolar ko'tarardi-da. Taxminan chamamda, aniq eslolmayman. Taqqoslash uchun men hozir o'zimning rekordim 242 kilo. Lekin o'sha payt 90 kilo menga nereal holatda. Endi o'zimning akam, o'zimga bir kumir idol'imda baribir ham akangiz, adingiz yosh bola uchun baribir ham o'sha bir orqasidan yuradigan, orqasidan intiladigan odam bo'lasizda. Va ular 90 kilo ko'targanda men kallamda o'sha payt endi avjiga chiqqan Gerkules degan multfilm bo'lardi-da. Yaxshi ko'rardim, juda yaxshi ko'rardim. Va xayolimda o'chadi. Ana akam Gerkules kerak yoki shunaqa tosh ko'targan kuchli bolalar, polvonlar o'shan Gerkules bo'lsa kerak. Endi yosh bolada assotsiatsiya degan narsa bo'ladi-da baribir ham. O'sha narsa kallaga singib qolganda. O'sha hazilim ilojim qolmagan. Kichkinaligimdan singdirilganda va yaxshi ko'rib sevib qolganman. Ilojsiz sevib qolganman shu narsani. To'g'ri, boshqa sport turlariga ham borib ko'rganman keyinchalik. Kurashga borganman, erkin kurashga borib ko'rganman, kickboksga borib ko'rganman, futbolga borib ko'rganman. Lekin hammasida uzoq 3 hafta, 1 oy, 3 hafta, 1 oy baribir og'ir atletikaga qaytib kelardim. Endi o'zimni qidirganman desam bo'ladi. Lekin birinchi boshlagan sport turim bu og'ir atletika bo'lgan va o'sha hammasidan o'tib tanlagan sport turim ham og'ir atletika bo'ldi oxiri. Men 99-yil boshlagan bo'lsam, mana g'arib 27 yil bo'pti. Hali ham og'ir atletikadan
Demak, akalaringiz o'z yo'llarini topib ketishdi. O'z yo'llarini topib ketishdi. Ular lyubitel sifatida og'ir atletikani yakunlashdi. Ularda ham endi birinchi murabbiyimiz rahmatli Marat aka G'afarov ko'p aytardilar. Katta akamga ko'p aytardilar. "O, seni ham budishing katta og'ir atletikada triumf qilgin" derdilar. Endi bilmadim, bari taqdir taqozosida unaqa shans bo'lmay qoldimi yo Nasiba deb nasiba desam bo'ladi o'sha. Demak, shu yergacha bo'lgan. 16 yoshlarida 16-17 yoshlarga kelib og'ir atletikani tashladilar. Endi уже demoqchiman, shu professionalga o'tmayman degan fikr bilan haligacha mashg'ulot qilib turadilar o'zlari uchun, lekin professional darajada emas. Tushunarli. Birinchi marta ilk bor o'sha shtangani ko'targaningizda qanaqa tuyg'u bo'lgan sizda? Ya'ni mana shu darajada ko'z oldingizdan o'tkazganmisiz? Bu yeri ham qiziq bo'lgan. O'sha 5-6 yashar bola уже shtang ko'tarmoqchi bo'lgan, lekin murabbiyim ruxsat bermasdi. Chunki juda yosh, juda kichkina og'ir atletika uchun deb har yili so'ranardim. To 8 yoshimgacha taqiqlagan murabbiyim. Mumkin emas, hali tayyor emassan deb. Lekin katta akam bizani podvolimizda kaltaklar bo'lardi, endi o'ziga yarasha nima, lomchalar bo'lardi. O'shalarda texnikani o'rgatishni boshlagan menga. То есть men уже zalga kelganimda texnika va texnologiyasini bilardim. Va murabbiyim birinchi marta bo'ldi, olib kelaver Ruslanni ham boshlaymiz, shug'ullantiramiz degan payti menga rol ko'rsatib berchi degani, bizlarning ikkita asosiy nimamiz bor. Yo'nalishimiz bor, ya'ni bu dast ko'tarish va siltab ko'tarish. Ikkalasini ko'rsatib ber deganda murabbiyim dast ko'tarishni ko'rsatib berganda hayron qolgan. Qattan bilasan bularni deb. Ko'rib o'rgan deyman. Yo'q, akam kichkinaligimda o'rgatib keladi desam, akam so'kkan. Nega uni kichkinaligidan nima qilib kelgansan deb. O'shaning uchun shunaqa qiziq voqea bo'lgan. Umuman intilganman o'zim har doim. Aniq bir tafsilotlarni eslamasam kerak, qanaqa lekin har bir yangi vez haligacha bir emotsiya beradi. O'sha xursandchilik, o'sha bir nimaga haligacha og'ir atletikadaman, haligacha o'sha emotsiyalar bor menda. Demak, hozir ham eslab bir o'sha davrga tushib oldingiz. Shunaqa. Bilasizmi, o'sha yili siz Olimpiadada rekord qo'ydingiz, butun xalqni boshqacha xursand qildingiz. Ruslan Nuriddinov kashf etildi o'sha lahzalarda. Chunki ungacha bo'lgan jarayonda baribir sizni biz unchalik yaxshi tanimaganmiz. Olimpiada orqali juda ham zo'r tanildingiz va Olimpiadadagi o'sha his-tuyg'u qanaqa bo'ladi odamda? Albatta o'ziga yarasha bosim bo'ladi u yerda. Endi biza masalan bir 4 kishimiz luzerlardan qaysi ma'noda hozir tushuntiraman, Fayzi kechirman. Fazliddin G'oyibnazarov, men, Ixtiyor Navruzov, afsuski Vadim Minkov o'sha nimaga tushmay qoldi, kagortaga tushmay qoldi. Chunki keyingi olimpiadaga yetib bora olmadi, afsuski. 2016-yil adashmasam, agar adashayotgan bo'lsam kesib olasizlar. Hammamiz 4-o'rinda qolib ketganmiz. 2012-yil London olimpiadasida Fayzi chorak finalga chiqa olmadi, Ixtiyor chorak finalga chiqa olmadi. Men 4-o'rinda qolib ketdim. Vadim Minkov favorit bo'lib turib, birda ketayotib turib, oxirida afsuski 4-chi bo'lib kirib keldi va omadsizlar kagortasidan deylik uchalamiz ham keyingi olimpiadada g'olib bo'lib chiqdik. Fayzi G'oyibnazarov oltin, Ixtiyor aka Navruzov bronza, o'zimda oltin. O'shaning uchun ham rekord. O'shaning uchun deylik olimpiada 2012-yil olimpiadaga ozgina nazar solsak, 2012-yil olimpiadasi men g'olib edim. Kallamda. Ya'ni men bordim olimpiadaga aniq bir fikr bilan men g'alaba qozonaman, men g'alaba qozonib bo'ldim degan fikr bilan. Hali natijaga yetib bormasdan shunaqa. Va endi unga o'ziga yarasha nimalar bor edi? Sabablar bor edi, chunki o'sha vazn toifasining 3 ta lideri, bittasi beli bilan operatsiya bo'lib qoldi. Olimpiadadan oldindan 1-2 oy oldin. Ikkitasi
qaysidir bir sabablarga ko'ra yana borolmay qoldi Olimpiadaga. Ishqilib bir 3 oy oldin biz bildik, uchala lider ham yo'q. Rezultatlar bo'yicha taqqoslasak, hozir men liderman. Rezultatlar bo'yicha aynan. Va endi bu yoqda murabbiylar, bu yoqdan mutasaddilar, do'stlar, kimki bor, hammasi aytayotdi, bo'ldi Ruslan, sen chempionsan. Borib o'zingnikini qilib kel, bo'ldi, sen chempionsan. Men chempion bo'ldim. Hali bormasdan turib, kallamda chempion bo'ldim. Va bu narsa psixologiyada ham bor narsa. Hali yetib bormasdan turib lider bo'lib olish ancha sizni bo'shatib qo'yadi. Miya maqsad sari intilishni to'xtatib qo'yadi. O'shaning evaziga men o'ylaymanki, o'shaning evaziga bu yerda ancha yomon natija ko'rsatganmiz va 4-o'rinda qolib ketganmiz. 6 ta mumkin imkoniyatdan atigi 2 tasidan foydalanganmiz. 3 tasidan foydalansak kumush bizada, 4 tasidan foydalansak oltin bizada. Afsuski, bittasidan ham foydalanolmay qoldik, qolganlaridan va nafaqat medalni yutqazdim. O'sha payt o'zimga o'zim yutqazdim. Hayotda yutqazdingiz. Hayotda yutqazdim. Va ko'p aytaman, London menga juda zo'r turtki bo'ldi. Dars bo'ldi. Aynan mental holatda. Aynan psixika uchun. Va 2016-yilga yaqqol liderman. Rostdan ham yaqqol liderman. Lekin Olimpiadaga borishdan hech kimman deb bordim. Umuman men Olimpiadaga ketyapman, men yutaman, hech qanaqa fikr, xayol yo'q edi boshda, kallada. Chunki men bu narsadan o'tib bo'lganman. Dars edingiz. Darslik ancha yaxshi bo'lgan menga, ancha yaxshi. Kimki aytsa, Ruslansan, yutasan, bemalol, yo'q, iltimos. Men bilan u haqida gaplashmanglar. Men boray, men yutay, agar keyin gaplashamiz. Shunaqa pozitsiyaga turib olganman. Va ko'rib turganimizda o'sha pozitsiya menga juda ma'qul keldi o'sha payt. O'shaning uchun Rioda emotsional holatim juda yorqin emas edi, bo'sh edi. Men Olimpiadada yuribman, men bunaqaman, umuman yo'q. Hatto u paytga o'sha men chempion yurman. Universitetdan yutganman, bir necha marta Osiyoni yutganman. Hattoki rekord qo'yganman. 2014-yil Jahon chempionatida siltab ko'tarishda rekord ham o'rnatib ulgurganman. Aytib turganda yaqqol favoritman. Lekin emotsional holat men hech kimman. Rioga ketyapman, emotsional holatim men hech kimman. Men hech narsaga yetishmadim, hech narsaga erishmadim. Men faqat ishlashga keldim bu yerga. Hozir ishimni qilaman, keyin gaplashamiz. Shunaqa holatda edim. O'shaning uchun emotsiyalar unaqa yorqin emas edi Rioda. Lekin albatta yutgandan keyin ko'z yosh, hamma o'sha ushab turgan hissiyotlarim, bosib turgan hissiyotlarim hammasi. Bosim o'sha yerda otilib chiqib ketgan demak hammasi. Hammasi. O'sha payt bir yaxshi bir video bo'ldi, emotsional qattiq video bo'ldi. Allohga shukr, oxiriga umrimdagi eng qiyin 4 yil o'tdi. 2 ta operatsiya, travmalar, umuman olganda qiyinchiliklar, Olimpiadaga yetib kelaman, yetib kelmayman o'sha travmalarning evaziga. Qiyinchiliklar bo'lgan deb gapirganman. O'sha emotsional bir ko'z yosh bilan O'zbekiston delegatsiyasi turibdi. O'sha yerda Adham Ilhomovich o'zlari nima qilganlar, kutib olganlar, to pamosdan chiqib nima qilganimcha. Va bular hammasi jonli efirda bizga ko'rsatilgan. Shunaqa. Va o'sha emotsional holat aynan o'shani tasdiqida. Nega? Chunki shuncha bosib yurganman, o'sha yerda hammasi chiqib ketdi-da. Yig'isi bilan yengil boshqa Ruslan paydo bo'ldi bu yerda. Ruslan aka, chempion bilan oddiy sportchini farqi nimada? Mana hozir yetarlicha aytib berdingizda, oddiylikdan yulduzlik sari borganingizni. Nima farqi bor mana shu yerda? Mental holatda o'sha aytganimdek, umuman olganda sportchi odamdan faqat chempion, sportchi odam ham oddiy odamdan ajrab turishi aynan mental holatda deb o'ylayman. Aynan qanday o'zini tutishi, qanday deylik u yoki bu maqsad sari intilishi va deylik
qanday unga erishishi. Chempion bilan boshlang'ich sportchini farqi o'ylaymanki ko'proq birinchidan bu opit, juda katta bir tajriba, chempion qiladigan va o'sha birinchi olimpiada bilan ikkinchi olimpiadamni taqozosi nimasi, tarifi o'sha chempion emas va chempionga to'g'ri keladi deb o'ylayman. Aynan qaysi mantiq chempionga ko'proq to'g'ri keladi. Aynan men g'olibman, hali Shohsupaga chiqqani yo'q, men g'olibman, qiyinchiligini hali ko'rgani yo'q, men g'olibman deb turadi yoki men hali hech kimman deb. U ham to'g'ri ma'noda tushunish kerak. Men hali hech kimman deb o'zimni qilgan ishlarimni tan olmayman degani emas. Ularning hammasi meni ichimda bor. Ularni tan olganman, ulardan o'tib bo'lganman. Lekin ular hech narsa emas. Men yangi musobaqam, yangi marra o'shanga erishishim kerak. Demak, ular senga yordam bermaydi. Ular seni hayotingda o'tib bo'ldi. Sen yangi marraga erishishing kerak, o'sha marraga qaradi, orqa nima bilan o'tmish bilan yashama. O'ylaymanki, shu kabi bir aynan miyadagi bir istaklar, o'ylar farq qiladi. Tushunarli. Agar siz deylik o'sha qiyinchilik bilan endi Shohsupalarga ko'tariladigan davrga qaytganingizda, ya'ni yosh Ruslanga nima degan bo'lardingiz hozir? Keep calm. Bo'ldi. Boshqa hech narsa emas, chunki har doim hovliqardim. Yoshligimda har doim hovliqardim. Londonda ham hovliqib qo'ygan ekan. Shunaqa. Londondan oldin ham ko'p hovliqardim. Birinchi marta 2011-yil jahon chempionatida kumush medalga sazovor bo'ldim. 19 yoshar bolaman. Lekin o'sha men umuman olganda to'pga chiqish ilojim bor edi-da. Imkon bor edi. Lekin afsuski, shu yerda ham yutqizib qo'yganman, lekin o'sha yutqizish menga o'rnak bo'lmadi-da. Menga g'alaba bo'ldi. Men bar kumush oldim-ku, men superman, men zo'rman. Bosh hali devorga yetib urilmagan. Yo'q, urilmagan hali. Shunaqa. Aynan shu Londonda urildi va Londondan keyin mindset o'zgardi. Umuman o'zgardi. Boshqacha men ko'p yaqinlarim ham aytadi, "Sen Londondan keyin umuman qattiq o'zgarib ketgansan. Londondan keyin bir 5-6 oy kam gap, kam harakat, umuman boshqacha Ruslan bo'lib qoldi. Faqat o'zingiz analiz qilgansiz." Shunaqa. Va 2013-yil seriya ketdi. Osiyo chempionati, Universiada, jahon chempionati, hammasi oltin. Yil bo'yi hammasini o'zim rekordlarimni o'zim urib ketganman. Endi personal rekordlarni, to есть o'zim rekordlarimni, jahon rekordlari emas, o'zim rekordlarimni har bitta musobaqada yangilab ketaverganman. Yangi musobaqa, yangi rezultatlar, yangi musobaqa, yangi rezultatlar qo'shib ketganman. Demak, 2012-yildagi o'sha London olimpiadasidan so'ng Ruslan Nuriddinov o'zini yetarlicha tarbiyalay oldi. Va tarbiyalab ketdi ham, to haligacha. Demak, hozirgi versangiz ancha tarbiyalangan. Umid qilaman, inshaalloh. O'sha aytamanki, menga dars bo'lgan, hattoki hozir ham tan olmayman. Qanchalik ko'p odam aytishadi, "Sen shuncha narsaga erishgansan." Yo'q. Men hali ham o'syapman, hali ham tajribam yetarli emas, hali ham bir narsalarni o'ylab topishim kerak, yangi narsa qilib ko'rishim kerak. Ko'p narsa ish qilib, fikr ko'p haligacha. Bilasizmi, bu show biznes olamidagi san'atkorlarda ham, sportchilarda ham ko'p kuzatiladigan bir holat bor. Yulduzlik. Yulduz bo'lish oson emas, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Ko'tariladi, yulduz bo'ladi. Lekin o'sha yulduzlikni ushlab turish hammasidan ham qiyinroq deyishadi-da. Lekin sportchilarning ichida siz hurmatingiz, tarbiyangiz, o'zingizni tutishingiz, ko'rsatayotgan natijalaringiz bilan qiyinchilik bilan chiqqan o'sha yulduzligingizni ushlab turgan shaxs sifatida ham ko'rsata olamiz-da sizni. Nima qilish kerakki, odam o'zini o'rnini shunchalik ushlab yutqazib turish kerak ekan. Da? Qaysi joylarda siz yutqazdingiz va endi nimalar sizga dars bo'ldi shu jarayonda? O'sha yo'q, endi masalan, sport hayotdan ajratish qiyin masala, lekin Allohga shukr, hayotingiz bo'lib ketdi. Allohga shukr, hayotda endi hayotda yutqizmadim. Yaxshi hayot o'tkazibman. Qarang, birinchi xayol hozir hayotda yutqizmadim deb keldi-da.
birinchi xayol har doim такой rost ichingizdagi bor xayol bo'ladi-yu. Hatto yutqazishlar bo'ldi, ko'p negativ narsalar bo'ldi, ko'p bir qandaydir aldanishlar va hokazo shunga o'xshash narsalar bo'libdi, lekin chamamda ularni hammasini qo'yib yuborganman hozir va xayolimda hayotda yutqazmadim degan narsa o'tdi. Sportda yutqazganman, o'sha narsa meni chiniqtirgan, juda qattiq chiniqtirgan. Qaysi biri? Hammasi o'sha London o'zi ham yutqazganim, Londondan oldin umuman olganda men har bitta musobaqamni yutqazib yutganman. Birinchi yutqazaman, balkim bir marta emas, 2-3 marta yutqazarman. Keyin yutaman. Yutqazaman. Odam ham shunaqa, bitta odam qoldiki, shu ketib qoldi-da, u ham qozog'istonlik sopernigim bo'lardi. Tajribali sportchi, ikki karra olimpiya chempioni Ilya Ilin. O'sha Rioda to'xtash kelishimiz kerak edi. Riodan oldin doping mojarolari bilan chetlatildi sportdan va keyin qaytmoqchi bo'ldi, qayta olmadi. Formasini yo'qotgan qismi. Shunaqa. Va o'shani ikkita musobaqada to'qnash kelgan bo'lsa, ikkalasida ham yutqazdim. Ikkalasida ham. Birinchi marta 2011-yil Parijda bo'lsa, ikkinchi marta 2014-yil uyida, Qozog'istonda, Olmaotada. Tengma-teng ketayotib, u yerda ham bir qiziq voqea. Zo'r formadaman, zo'r fizik formadaman. Iyul oyida taxminan jahon rekordlaridan bir 10 kilo ko'p natija mashg'ulotda ko'rsatyapman, qayd etyapman. Va endi hayot, taqdir mashq balkim bo'lishi mumkin. Mashq jarayonida qattiq travma olyapman. Birinchi operatsiyam. Avgust oyida operatsiyam o'tyapti. Avgust, sentyabr, oktyabr, noyabrda 4-chilsida, deylik 3 oydan keyin musobaqada to'qnash kelyapmiz. Operatsiya travmadan keyin shunaqa natijalardan tushib, deylik 3 oyda eplagancha holatimni tiklab to'qnash keldik va tengma-teng natija yig'dik. Bizda ikki kurash natijasi hisoblanadi. 432 manda, 432 unda. Lekin vazn bo'yicha u sal yengilroq. Taxminan 200 gram, 240 gram adashmasam. O'sha 240 gram yutqazib qo'yganman. Shunaqa bir qiziq voqealik bo'lgan, lekin ko'p odamga aytsam hech kim ishonmaydi. Shu payt operatsiya bo'lganman avgust oyida. Atigi 2 oy tayinlanganman, chunki operatsiyadan keyin reabilitatsiya degan narsa bor. Taxminan sentyabr o'rtalarida mashg'ulotlarga qaytganmiz, boshlaganmiz. O'shaning evaziga endi bo'lgani bo'ldi, albatta yutqazdik, buni tan olish kerak va buni o'zgartirib bo'lmaydi. Lekin shunaqa bir ora-sora hissiyotlar qolganda, nima bo'lardi ekan o'sha payt Ruslan zo'r formada bo'lsa, shans beramidi ekan o'sha payt. Lekin tayyor edim, yutishga rostdan tayyor edim o'sha payt. Va o'sha Rioda revansh bo'lishi kerak edi, afsuski Rioda shunaqa mojaro bilan u ham ketib qoldi. Qolgan hamma deylik nimalarimni kimga yutqazgan bo'lsam, keyin yutganman-da. Demak, yulduzlikka chiqib kelguningizgacha juda ko'p yutqazish bo'lgan. Juda ko'p bo'lgan. Shuning uchun hozirgi davringizda qadrga yetasiz. Qadrga, har bitta g'alabamni qadriga yetaman. Va bilamanki, o'tdan tushib ketish juda oson. Tushib ketishni siz bir martaga tatib ham ko'rdingiz. Bir marta emas. Shunaqa. Orada Rioda yaxshi natija ko'rsatib, rekordlarni yangilab kelganingizdan keyin 1 yil, 2 yil siz mojaro bo'ldi, yana tushdim. O'z holimga qaytdim. O'z holingizga qaytdingiz va mana endi oxirgi yillarda yana siz kuchli harakatlar bilan, lekin orada vaznni o'zgartirdingiz. Yana bu muammo bo'ldi. Endi men o'zgartirmadim, orada vaznimni Jahon federatsiyasi, ya'ni IWF International Weightlifting Federation o'zgartirdi vazn toifalarini. Shunaqa hozir politika ketmoqdaki, har bitta olimpiadaga ular vazn toifalarini o'zgartiryapti va 2016-yildan keyin o'zgargan vazn toifa 109 kilogram vazn toifasi bo'ldi. Keyin Parijda 109 da olib tashlashdi, 102 kilo vazn qoldirishdi.
Keyinchalik mana hozir Los Angeles Olimpiadasiga 110 kilo vazn toifasini nima qilishdi? Qo'yishdi. Ijro qilishdi. Sizga qaysi vaznda ko'proq? Bu ora в принципе menga to'g'ri keladigan vazn toifalar. Men o'zi 105 kilogramm vazn toifasida o'z mehnatimni deylik bir 10 yildan ziyod vaqt olib bordim. 2012-yil birinchi marta 105 kilogramm vazn toifasida chiqqan bo'lsam, to 2018-yilgacha 105 kilogramm vazn toifasi bor edi va o'sha 105 kilogramm vazn toifasida chiqib borgan. Oxirgi marta 2018-yil Osiyo o'yinlarida Jakartada, Indoneziyada 105 kilogramm vazn toifasida chiqqanman va g'olib bo'lganman. Shundan keyin jahon chempionatida o'sha 109 kilogramm vazn toifasi ijro etildi va 109 da birinchi marta chiqqanim mag'lubiyat bilan, zo'r mag'lubiyat bilan, ya'ni bizda nima bor, ibora bor, baranka degan. Biz agar bitta ham podxod ko'tara olmay qolsak, 0. Ya'ni bilamizki 0 bu publikani nima bo'lardi-ku? Qitiriydigan pechenyega o'xshagan bublikcha bo'ladi-ku. Teshikkulcha. O'shani baranka deyshadi-ku, ya'ni. O'shaning uchun 0 olganingizga baranka deb qo'yishardi. Yomon ko'rgan gapimiz umuman olganda. O'sha 109 juda bir qiyin boshlangan men uchun. 109 kilogramm vazn toifasi. Lekin axir 109 kilogramm vazn toifasini yopilish arafasida 2024-yil Bahraynda jahon chempionatida juda bir chiroyli yakunlash bo'ldi. Vazn toifasini yopib berdim 242 kilo jahon rekordi bilan va hozirda endi 2025-yildan boshlab vazn toifa 110 ga o'zgardi. Va o'sha 242 ham tarixda qolib ketdi. 237 ham tarixda qolib ketgan, 242 ham tarixda qolib ketdi. Chunki vazn toifalari o'zgarib ketdi. Tarixga kiritdingiz. Demak, siz hali ham dunyoda nomer 1 bo'lib qolishingiz uchun sizga nima yetishmayapti? Yosh. Qaytishingiz kerak-a yoshlikka? Bir 25 yosh bo'lsam yo'q. Eng quvonarlisi va achinarlisi ham o'sha, biz ikkitamiz. Vazn toifada, bitta davlatdan. Siz va Akbar. Men va Akbar. Qaysi joyda majbursiz? Ikkita eng kuchlik dunyoda-da, masalan, hozir yana bir Xitoy ham qo'shilyapti. Endi hozir jahon chempionatida juda qattiq urush bo'ladi u va Akbar orasida. Men qo'shila olsam qo'shila oldim, bo'lmasam bilmadim. Endi yoshim o'sha 35 ga yetib keldi. Tan olish kerak, yoshlar bilan kurashish ba'zida qiyin bo'lib qolyapti, lekin harakat qilaman. Haligacha ham harakat qilyapman. Va o'ylaymanki, agar biz boshqa vazn toifada bo'lganimizda, ikkita lider masalan ushlab turgan bo'lardi. Haragachamda. Zo'r bir nima bo'lar, performans bo'lardi-da. Hozir afsuski ikkalamiz ham bitta vazn toifadamiz. Eng quvonarlisi ham shu, men bemalol keta olaman. Любой payt. Vazn toifa bar O'zbekiston orqasida qoladi. Ushlab qoladigan odam bor. Bor. Va orqamizdan yana bittasi chiqib kelyapti. U ham bizning vazn toifada. Qoyil. 2024-yil dast ko'tarishda oltin medalni oldi. Amriddin Sharofiddin. Ikkalamiz chiqdik. Sildab ko'tarishda va summada ikki kurash natijasida men g'olib bo'lgan bo'lsam, u dast ko'tarishda oltinni olib ketdi. 3 ta oltinni uyga olib keldi-da shu payt. Demak, yana bittasi astagina orqamizdan mo'ralab kelyapti. 22 yosh, shu atroflarda hali yosh ish qilib, anchagina hali potensial juda hammasi oldinda. Hali hamma potensial ochilmagan deb ishonaman. Los Anjelesga tayyorgarlik qanday ketyapti? Zo'r ketyapti, nasib qilsa. Bitta o'sha maqsad bilan ketilyapti hozir. Los Anjeles o'xshamasa, o'sha Los Anjelesdan keyin ketaman. Katta sportdan yetadi. Chunki 37 yosh. Og'ir atletika umuman olganda 30 dan keyin qiyinlashishni boshlaydi, lekin ya'ni o'sha stereotiplarni buzgan odamdan bittasi o'zim bo'laman. Chunki 34 yoshimda jahon rekordini o'rnatdim. 30 yoshdan keyin o'sish qiyin masala deyiladi. Progress ko'rsatish qiyin masala hisoblanadi. Lekin jahon rekordi bu narsaga isbot. O'zimni jahon rekordimni o'zim yangiladim. Ya'ni 2021-yil Osiyo chempionatida 241 kilo jahon rekordi o'rnatgan bo'lsam, 2024-yil
o'zim 1 kiloga urib qo'ydim 242 kilo. O'shaning uchun bu progress. 30 yoshdan keyingi progress. Va umid qilamanki, bu shu yillarda ham bir harakat qilib ko'raman. Olimpiadada rekordni yangilab, chiroyli sport bilan xayrlashish sizga nasib Zo'r bo'lardi inshaalloh. Siz sportda o'z o'rniga ega bo'lish bilan bir qatorda oilada oila boshi, sevimli turmush o'rtoq va sevimli otasiz. Inshaalloh. Farzandlaringizga. Umid qilaman. Ortig'i bilan ham farzandlaringizni chiroyli olib yurganingizni misol o'zimiz ham ko'rganmiz va albatta oilangiz tinchligi ham bu sizga hayotda va sportda yutqizmaganligingizdan dalolat beradi. Endi savolim ota sifatida qiz bola uchun oilada otaning o'rni qanchalik muhim? Men sizga aytishgani bilan, masalan, qancha bir o'rnak uchun boshqalarni ko'rsatishganda boshqa bir mutaxassislik sovetlarini berganda ham birinchi farzand umuman qiyin narsa ekan, chunki baribir ham ota-onasiz, javobgarlik sizda va qandaydir bilmadim, tayyorman degan joyingizda ham tayyor emas ekansizda baribir ham. Juda bir o'zgacha bo'lgan. O'zimiz men hatto 30 yoshimda juda bir 29 yoshimda birinchi farzandli bo'ldim. Deylik, o'sha ideal yoshda. Yosh yaxshi-da, o'sha kalla ishlaydi, ancha muncha narsaga javobgarlikni sezasan, his qilasan, lekin baribir mustaqilsizda. Lekin baribir ham men tayyorman deb bo'lmas ekanda u narsaga ham. Lekin umid qilamanki, Allohga shukr, hozir farzandlarim, katta qizim bu yil 6 ga to'ladi sentyabrda, kichkina qizim 5 ga to'ladi dekabrda. Ikkalasi ham rivojlanish uchun sportga qatnashadi. Demak, sportni sevadi. Boshida baribir ham bo'ldi ozgina. Yo'q, xohlamayman. Bolada. 1-2 marta borib kelgandan keyin. Boshida juda nima bo'ldi? Boraman dedi keyin. Yo'q, qadam bormayman. Bo'p qoldi. Yo'q, hozir o'zi ertalabdan xursand bo'ladi. Bugun tekvandoga boradi. Bugun tekvando ham bor deb o'zi xursand bo'ladi, katta qizim. Kichkina qizim gimnastika bilan shug'ullanadi. Orada katta qizim bizani, meni qaynonam o'zlari gimnastikachi bo'lgan. Ya'ni trampolin, akrobatchi bo'lgan hisoblanadi. Trampolin bilasiz, batutda sakrash. Hozir murabbiylar o'zlari batutda sakrash bo'yicha. Va har yoz уже 2 yil, bu yil 3-yil bo'ladi. Har yoz katta qizimni ularning oldiga yuboraman. Shu nimalarni o'rgatishga. Boshqa shahardalarmi yoki Andijondalarda? Bu Andijonda, ha. Men ona shahrimda. Ha, ona shahrimda. Demak, agar qizlaringiz kelajakda sport bilan shug'ullanaman, dальше o'sha sport bilan ketaman desa, berardingiz? Bemalol. Umuman qarshiligim yo'q, lekin o'zlari tanlashsa. To есть hozir majburlayotganim sababi menga hozir sportdan faqatgina rivojlanish kerak. Bolalarning to'g'ri rivojlanishi bu narsa juda muhim narsa. Tim более hozirgi avlod afsuski ko'chada kam o'ynaydi. Biz ham masalan ko'chadan chiqmasdik-da. Futbol deysizmi, bekin machoq, ulash machoq, hamma narsa o'ynardik-da. Постоянно aktiv bor edi. Hozir afsuski agar sportga bermasangiz, ertalabdan kechgacha telefon, televizor bo'ldi. Yo'q, qandaydir bir harakat yo'q. Harakat bu rivojlanish, miya rivojlanishi, muskulatura rivojlanishi, fizik holat umuman olganda rivojlanishi. Menga shu narsa kerak hozir sportdan. Bolalarim rivojlansin, oyog'i rivojlansin, qo'li, miyasi rivojlansin, konsentratsiya deydi, stabilizatsiya deydi, balans deydi. Hamma narsa faqat sportdan keladi hozir. Bolalaringiz ko'chada o'ynayaptimi? Bemalol sportga bermasangiz ham bo'ladi. Lekin bolangiz kun bo'yi uydami? Ilojingiz yo'q. Berasiz. Berish kerak, majbursiz. Ota-ona bo'lganingizdan keyin o'zingizga olgan xulosangiz nima bo'ldi? Dars oladi-ku, misol farzandga qarab turib, farzand qaysidir joyda ota-onani tarbiyalab qo'yadi-da. To'g'rimi? Bo'ladi-ku bunaqa holat. Masalan, men ancha yildan beri komanda kapitaniman, liderman
va aytganim aytgan, deganim deganda komandada ko'pincha. Komandada faqat. Komandada. O'sha narsaga o'rganib qolasiz ekanda, uyda birortasi aytganingizni qilmay qolsa jahli chiqishni boshlaydi ekan, lekin uyda ko'pincha aytganingizni aytganmas ekan, особенно qizlaringiz uchun. Nima qilay? Ba'zida nima qilib qolaman, qizlaringni bir tarbiyalab qo'y, tarbiyaga solib qo'y. O'zim urolmayman, o'zim so'kolmayman. Bo'lsa bir ikki marta ovozim ko'tarildi qizlarimga va qattiqroq ushab qo'ygan bo'lishim mumkin. Qattim o'sha yetib kelgandan keyin. Lekin o'sha har bitta deylik shunaqa qattiq nimamdan keyin, qilig'imdan keyin desam, o'zimni bir 3 kunlab yedimda. Vijdon qiynaldi. Qiz bolaga endi men aytdim, xotinga aytdim, agar o'g'il tug'ib bersang dedim, boshqacha bo'lsam kerak, lekin hozir bilmadim. Men ertaga sal ulg'ayishadi, baribir ham qattiqroq bo'lishim kerak. Otani iloji yo'q-da, baribir ham qattiqroq bo'lmasa, hozir dunyo qaysi tarafga qarab ketayotganini hammamiz ko'ryapmiz, afsuski. Qattiqroq bo'lmasam, hozir qiyin bo'lib qoladi, lekin qizlarga qattiqroq bo'lish juda qiyin masala ekanda. Alloh nasib qilsa, endi hozir sal ulg'ayib boshlangandan keyin baribir ham o'zimni oqlab bo'lsa ham sal qattiqroq bo'lishga majbur bo'laman. Чтобы qizlar hayotda yaxshi o'rin egallash uchun shunaqa. To'g'ri aytyapsiz, chunki hozir ijtimoiy tarmoq rivojlangan, hayot rivojlanib ketyapti. Bolalar qaysidir ma'noda real hayot emas, aynan o'sha virtual hayot, ya'ni показной, tomoshaga qo'yilgan hayot. Odamlar buni haqiqatga olib olyapti-da, bu hammasi ko'p narsasi haqiqat emas. Asosan ulg'ayib kelayotgan yoshlar shu narsani haqiqatga shunaqa qiynalib, endi qiyinchilik bilan ikkita uchta boshi devorga tegib, lekin qaysidir ma'noda xulosa chiqarishga qiynalayotgan yoshlarga nima degan bo'lardingiz? Men o'zimdan xulosa qilsam, men o'zim shu narsaga yetib keldim-da. Qaysidir ma'noda ichimga ketib, men demoqchi emasman shunda men bu narsalarga hammasiga o'zim erishdim, yo'q, chunki juda ko'p odamni, juda ko'p insonni mehnat sinib o'tdi. Demoqchiman, aynan o'sha mindsetga o'zim yetib keldim, ya'ni ichimga ketib, qanaqadir xulosalar qilib, umuman olganda psixologiyam aytayaptiki, agar bizlar yutqazganimizdan to'g'ri o'rnak ola olmasak, doim yutqizaveramiz, birinchidan. Ikkinchidan, agar yutug'imizdan to'g'ri xulosa olmasak, bir kunmas bir kun kelib yutqizamiz, deyapti-da. O'shaning uchun hamma narsadan birinchidan to'g'ri xulosa chiqarish kerak. Ikkinchidan, мысли как чемпион deb aytiladi-ku, o'shani nima degani? Masalan, yutdingiz bugun, yutuq sizga haddan ko'p xursandchilik bera olmadi, masalan-da. Berdi xursandchilik, lekin siz ushlab qoldingiz me'yorda. Da, xursandchilik bo'ldi, zo'r, dalsh tayyorlanamiz, yana trenirovkamiz bor, yana demak, как ishga qaraganingizdek qaradingiz. Xuddi shu narsa yutqizganingizda ortiqcha ichingizga kirib ketmadingiz, ortiqcha sinmadingiz shu narsadan. Ortiqcha e'tibor bera olmadingiz. Beriladi, e'tibor ham beriladi. Ozgina tushkuncha holat ham bo'ladi. Qanaqadir yomon fikrlar ham kelishi mumkin, lekin ochiqcha bo'lib ketmaslik kerak va ochiqcha u yerga chuqurlashib ketmasligingiz kerak. Va o'shanda demak hamma narsa me'yorida bo'lsa, yutuqni g'alabani hissiyoti ham va yutqazishni hissiyoti ham o'rta me'yorida bo'lsa va bu ish, bu meni ishim. Bugun yutqazdim, xulosa chiqardim. Mamni to'g'rilashim kerak. Mamni ozgina darabotka qilishim kerak va keyingi safar albatta yutaman. Mindset to'g'rilandi. G'alaba bo'ldi. Zo'r g'alaba bo'ldi. Bugun nishonladik, zo'r bo'ldi. Hamma xursand, o'zim ham xursandman. Hamma bilan bo'lishdim xursandchilik bilan. Ertaga ishga chiqdim, davay ketdik. Bu ham mindset. Demak, har ikkisida ham havolanib ketish yo pastga tushib ketish. Shunaqa. Ruslan aka, mana shu sportchilik faoliyatingiz davomida eng qiyin davr qaysi bo'lganda va o'sha davrdan qanaqa qilib chiqib ketgansiz?
Keling 2016-yildan 2026-yilgacha bo'lgan davrda olsak. Eng qiyin davr albatta o'sha doping kontrol mojarosi 2018-2020 sarosima. Umuman olganda umrimda sarosimaga tushmaganman. Undan oldin ichimga ketgan bo'lsam ketganman, lekin o'sha paytda ham aniqlik bor edi-da xayolda. Qayerga ketyapman, qaysi yo'nalishdaman, nima qilaman. Bu yerda вроде бы уже tugatsa bo'ladi sportni. Yurak qo'ymayapti. Yo'q, biz hali yetib keladigan joyimizga. Hali xohish bor, hali yonib turibdi. Bu yerdan zapretga tushyapman-da. O'sha sarosima bo'lib qoldi orada. Nima qilay, qayerga boray? 11 oycha shu 2019-yil 2018 oxiri bo'ldi, dekabrda sanksiya berilgan bo'lsa, 2019-yil to noyabr oyigacha trenirovka mashg'ulotlarni to'xtatmadim. Noyabrda o'sha sarosima boshlandi. Nima qilyapsan? Qaysi tarafga ketyapsan? Nima uchun trenirovka qilyapsan? Sud ketyapti. O'sha payt jarayon biz bilmaymiz. 2 yil beradimi, 4 yil beradimi? Medallarni olib qo'yadimi, olib qo'ymaydimi? Bu yoqdan federatsiyamiz ish qilyapti, kurash ketyapti, advokat ishlayapti. Lekin aniqlik yo'qda. Bu yoqdan menda sarosima, nima bo'ladi, qayerga boraman, nima qilaman? Bir ish topib, tuzib, bir trenerlik boshlayman, boshqa narsa qilayman. Ko'p fikr bo'ldi-da. Har tomonga ketganingizda o'shani sarosima bo'lib qolasizlar, baribir. O'shaning evaziga o'sha eng qiyin vaziyat o'sha bo'lsa kerak. Shundan chiqib ketganim, foydam uylanganim 2020-yil boshida uylandim. Karantin boshlanib ketdi. Bu yerdan xushxabar sразу уже xotinim homilador, ishqib bitta gap zo'r nima qildi? Ichimga bir malhamdek bo'ldi. Bir xotin bilan gaplashib o'tiribmiz. Nima qilay ekan, sportga qaytaymi ekan, yo tashiymi ekan, nima deb o'ylaysan desam, у тебя что, есть выбор dedi-da. Tushunmadim desam, men o'ylayman siz aniq qaytasiz, как бы sizda vыбор yo'q deb o'ylayman deyapti-da. У тебя что, есть выбор degan poyez o'tib ketdi ustimdan. Bo'ldi gap, как-то поддержка boshqacha zo'r bo'ldi-da. O'sha payt agar xotin endi mayli, уже yoshingiz ham o'tib qoldi, tam sport uchun boshqa ish boshlang deganda, balkim sportga qaytmasdim-da. Sportdan tashqari qanday insonsiz hayotda? Endi bir voqea bo'lgan. Qizlarimizni komandasi bizda har doim yaqinda, bolalar komandasi, qizlar komandasi, har xil vaqtda mashq qilamiz, har xil bazalarda yotamiz, lekin oralari yaqin, ko'rishib turamiz ko'pincha. U 2012-13-yillarda gapi. Kadirova degan qizimiz bo'lardi, sportchi qizimiz. Uzoq yillar terma jamoada bo'lgan. Ular ham примерно bir xil boshlagandirmiz yo'limizni. Men 2009 tushgan bo'lsam, ular где-то 2010 oxiri 2011da tushdi terma jamoaga va uzoq yil gaplashmay yurganmiz ekan. Endi qanday gaplashmayman, ko'p ham sergap emasman-da. Undoq olib qaraganda tanishishga sal qiynalardim o'sha paytlar. Har qalay hozir gapirib ketishim oson, lekin faqat ish bo'yicha bo'lsa. O'shaning uchun haligacha agar ish bo'yicha ish yuzasidan bo'lsa, birov bilan gaplashishni xush ko'rmayman va uni tanishib ketishni nima qilib ko'p ham sal introvertman, sal yopiq odamman, u taraflaman. Va уже gaplashib ketganimizdan keyin bitta gap aytganda, men sizni umuman sovuq odam deb o'ylardim. Nega unaqa deysan desam, hozir men siz bilan tanishdim, bilyapman, nima, как xushchaqchaq, sergap, samimiy inson ekansiz. Chekkadan qaraganimda har doim sovuq ko'rinardingiz menga derdda. Umuman oldiga borib bo'lmaydigan inson sifatida tanirdim sizni. Qo'rqardim sizni oldingizga kelishga, gapirishga. Endi men u payt уже 2011-yil jahon chempionatida kumush medal sovrindori,
salgina deylik terma jamoada pog'onam baland, og'ir atletika communitisida ismim taniqli, masalan shunaqada. Hayajon bosgan balkim, gaplasha olmaganmiz, qo'rqqanmiz deb ko'p odam aytib qolganda o'sha payt. Va haligacha masalan yoshlar men bundoq bir mehr bilan nima qilaman deymanda, men bilan qandaydir bir dovdirab qolishadi gaplashishda. Meni xayolimda ular meni mensimayapti. Ular mendan jirkanayotgandayda, keyin bilsam, shokka tushib qoladi odam, sal dovdirab qoladi. Salobatingiz bosadi. Ular dovdirab qolganidan shunaqa bo'lib gaplashib qolishadi ekan men bilan. Keyin уже yaqin bo'lib ketganda keyin bu sirlarni bilasiz. Keyinchalik bilaman уже. Hozir masalan уже 3-chi yo 4-chi terma jamoa. Meni davrimdagi. Dinozavrlar davridagi odam. Dinozavrlarda ham dinozavriman. O'shaning uchun hozir deylik yoshlar 2002, 2004, 2007-yil bolalar ham borda terma jamoada. Mendan 15-16 yosh kichiklar. O'shaning uchun endi tasavvur qilishim qiyin, chunki meni hech kim savolati bosmagan o'z vaqtida. Bunaqa odam bo'lmagan ham bizada. Masalan, bo'lsa olimpiadaga borib kelgan odamlarni ko'rsak, vohdir deydi, lekin olimpiya chempioni boshqacha bo'lsa kerak deb o'ylayman, balkim. Men o'zim oddiy bo'lishga harakat qilaman, ular bilan oddiychasiga gaplashishga harakat qilaman, ular mendan ko'p yoqib ketadi ozdan. Ruslan aka, baribir shunaqa vaziyatlar bo'lib qoladi-yu, qanaqadir soviysiz, charchaysiz, motivatsiya tushib ketadi. Qayerdan kuch olasiz? Umuman ko'p intervyularda aytganman, ishingizni sevsangiz-chi, hech qanaqa motivatsiya kerak emas. Umuman. Men boya aytganimdek, men hali ham o'sha emotsional holatdaman, yangi natijalarni, yangi katta tosh ko'tarsam, hali ham emotsional quvvat olaman. Hali ham o'sha azartim bor. Bizni hozir oldinda Osiyo o'yinlari kutmoqda. Shunaqa. Siz borasiz, ta'kidlasiz yoki ko'ramiz. Yo men yo Akbar. Hozir bittamiz mumkin borishimizga. Ikkalamiz mumkin emas. Shunaqa qoida kiritishdi hozir. Afsuski. Attang. Joysiz bo'ldi. Attang mas'ul bo'lmadim. Juda jahon chempionati bilan Osiyo o'yinlarini orasi juda qisqa. Vaqt. 19-20 kun vaqt. Masalan, Akbar uchun yetar qaytalanishga, tiklanishga, men uchun yetmaydi. U 27 yosh, men 35 yosh. Farq bor. Sezilarli. O'shaning uchun o'ylaymanki, bu ham juda bir yaxshi, Allohimga shukr, yo'naltirib turadi. Xayri bor demak. Xayri bor degan umiddaman. Ruslan aka, 5 yildan keyin o'zingizni qayerda, qanday holatda, qaysi cho'qqilarda? Davaychi 2 yilda gaplashaylik. Xo'p. Olimpiadadan keyin. Tasavvur qiling, samolyotdan tushib keldim. Fanfaralar. Rekord yangilangan. Endi mayli, unisini gapirmadim. Oltinmi, kumushmi, bronzami, boshqami, balonmi, battarmi, agar olimpiadaga tushsam, men uchun gishtalt yopiladi. Chunki albatta bichib qo'yganim bor. Uni gapirgim kelmayapti. Lekin umuman olganda hozirgi asosiy maqsaddan bittasi aynan olimpiadaga tushish. Men hali ham qodirman, men hali ham eplay olaman. Men hali ham bularga bo'sh kelmayman yoki bular bo'shashmasin meni ko'rganda degan narsani isbotlashim yoki tarannum qilishim kerak har doim. Tarqatib turishim kerak, Wi-Fi routerga o'xshab. Instagramdagi hayotingiz va haqiqiy hayot haqida. Mendan ancha yaqin. Yaqin? Mendan ancha yaqin. Yasam hayot emas. Yo'q. Umuman yomon ko'raman shu narsani. Endi to'g'ri, masalan, qaysidir kulgili narsa bo'lsa, to'g'ri, lekin u ham hayotdan olingan narsalar. Lekin o'zim biron joyga borishlarim, oilam, musobaqalarim, trenirovkalarim, ko'proq trenirovkalarim baribir ham Instagramimda. Endi hozir ozgina
mix bo'ldi, aralashdi. Ko'p hayot qo'shildi. Ilgari masalan umuman hayotimni qo'ymasdim. Yomon ko'rardim. Hayotimni aralashtirish Instagramga. Shaxsiy hayotni aralashtirish. Hozir astagina kirib keldi. Chunki o'zingiz bilasiz, kontent bir xil kontent kirmay qoladi. Bittasi 1,5 millionga otadi, bittasi 15 ming prosmotr bilan qolib ketadi. Kecha yaqinda bitta o'zim Vine qilib ko'rdim, o'zimcha qilib, yaxshi otdi. Ertasi kuni story yozyapman, odamlarga nima bo'ldi? Peshona terim, qonim bilan trenirovkalarimni qo'yaman. Hech kim balo ham ko'rgisi kelmaydi. Vine qilaman, 300-400 ming prosmotr. Instagram hozir shunaqa bachkanalikni yaxshi ko'rib qolgan. Nima deymiz endi? Yo'q, ko'p odam shunda ham bir istoriya yaxshi kirdi, bir 17 mingga kirdi. Ko'p odam поддержка yozdi, aka, любой nimada ko'ramiz. Как раз o'sha 17 ming odam, скорее всего, постоянно ko'radigan odamlar-da, в смысле, aytolman, bir 1,5 millionga otadi, bir 15-17 mingga otadi. O'sha 17 ming odam nima bo'lsa ham ko'radigan odamlar bo'lsa kerak. Sizga sodiqlari. Sodiqlari balki. Ko'radigan. Lekin unda ham 17 ming odam yaxshi auditoriya, bunday olib qarasangiz, sadoqatlilardan bo'lsa. Qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsa. Sizningcha hozircha dunyoda eng kuchli atlet kim? Oratlechkada. Endi ozgina предубеждением bor. Umuman olganda Akbar Jo'rayev o'z vazn toifasida albatta. Va bolgariyalik Carlos Nasar va indoneziyalik Rizqi. Shu 3 ta atletni belgilardim. Aynan eng kuchlilardan deb hozirgi zamonni atletikasining eng kuchlilardan va eng yorqinlaridan desam bo'ladi. O'zingizni tarixdagi eng kuchlilar qatoriga qo'yasizmi? Albatta, albatta. Chunki bir necha bor tariximizda bo'ldi. Eng kuchlik va eng omadsiz. Hazlashaman. Yo'q, lekin o'ylaymanki, o'ziga yarasha tarix qoldira oldim va o'sha rekordlar baribir ham tarixda qoladi. Albatta qoladi. O'sha qoldi tarixda ular. Oxirgi savolim. Ruslan Nuriddinov bu kim? Bitta jumla bilan. Odam, inson. Muxlislarga tilagim har doim bitta, sport bilan shug'ullaninglar. Chunki sport bu sog'liq garovi va kundan kunga jurnalistika rivojlanyapti deyapsiz, fiziologiya ham rivojlanyapti va aynan muskul bizga eng ko'p sog'liq beradigan tana a'zomiz. O'shaning uchun atletika bildinglar. Sizlar uchun hammalarga sog'lik, salomatlik tilab qolaman va doimo yaxshi kayfiyatda bo'linglar.